Pensiya va nafaqa o'rtasidagi farq nimada? Bugungi videomiz shu haqida. Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Bu bizga yanada ko'proq ma'lumotlarni chiqarish uchun motivatsiya beradi. Diqqat qiling. Ko'pchilik pensiya va nafaqani bir xil tushuncha deb biladi. Biroq bu ikki to'lov turi tayinlanish shartlari va manbasi jihatdan farqlanadi. Yoshga doir pensiya belgilangan yoshga yetgan va kamida 7 yil ish stajiga ega fuqarolarga tayinlanadigan oylik to'lovdir. Ayollar 55 yoshdan, erkaklar 60 yoshdan boshlab yoshga doir pensiya olish huquqiga ega bo'ladilar. Buning uchun ularning ish staji kamida 7 yil bo'lishi kerak. Yoshga doir nafaqa esa yetarli ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolarga davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy yordam hisoblanadi. Ish staji 7 yilga yetmagan ayollar 60 yoshlardan, erkaklar esa 65 yoshdan boshlab yoshga doir nafaqa olishlari mumkin. Demak, pensiya olish uchun ish staji talab etiladi. Nafaqa esa yetarli ish stajiga ega bo'lmagan fuqarolarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida tayinlanadi. Ish staji qancha ko'p bo'lsa, pensiya miqdori ham shuncha mos ravishda yuqoriroq bo'lishi mumkin. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.